Assalomu alaykum Elit Ligasi muxlislariga. Bugun Archa ko'cha bilan yaxshi o'yin bo'ldi, qiziqarli o'yin bo'ldi. Birinchi tam kuchlarimiz teng keldi. Ikkinchi tam bolalar kelmaganligi sababli yutqizib qo'ydik. Ularga omad, hammaga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli poytaxt liga a'zolari. Bugun o'yinimiz yaxshi bo'ldi. Alhamdulillah, g'alaba bizga tomondan ekan, omadimiz ham ozgincha keldi. Nima deymiz endi, tashkilotchilarga ham rahmat. Birinchi yutug'imiz bu jamoaviy o'yin bo'ldi. Oldingi o'yinlarga qaraganda tartib-intizom ancha yaxshi bo'ldi. Alhamdulillah, keyingi o'yinlarda ham xudo xolisa yutishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Alaykum, avvalambor bugungi o'yinimiz zo'r bo'ldi, xudo xolisa. Raqib komandaga ham omad tilab qolaman. Juda ham murosasiz o'yin bo'ldi. Endi nechaga tortadigan o'yin bo'lmadi-yu, yutqizishimiz kerak edi-yu, lekin biroz omad yetishmadi. Keyingi turlarda hammaga omad tilab qolamiz, shu qatorda o'zimiz komandaga ham. Hammaga rahmat, omad. Juda kuchli o'yin bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Ikkala komanda ham borini berdi. Rahmat raqib komandaga ham. Baraka topsin. Avvalambor tinchlik jamoasiga o'yin uchun rahmat. Avvalambor tinchlik jamoasiga o'yin uchun rahmat. Shunaqa o'yin bo'lishini kutdik. Ancha kurashdagi boy o'yin bo'ldi. Nasib qilgan ekan yutdik. Keyingi o'yinlarda tinchlik jamoasiga ham omad. G'alabalar bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun yaxshi o'yin bo'ldi, ligamiz komandasi. Yoshlar yaxshi nastroy qilishgan, biz ham nastroy qiluvdik. Sababini qildim, nasib qilmagan ekan, Alloh xolamagan ekan. Chiqib qo'ydik. Saviya zo'r, poytaxt elitligi zo'r bo'tdi. Bizga sponsorlarga ham rahmat, juda qo'llab-quvvatlashyapti. Keyingi o'yinlarda omad hamma komandaga, bizga ham, ularga ham, bunga komandalarga ham rahmat.